Hello everybody and welcome to today's match. Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Barselona hamda Madrid uchrashuviga xush kelibsiz va bizning o'yinimiz boshlandi. O'yinni Real Madrid o'yinchilari boshlab berdi. Federico Valverde to'pni Modricga yetkazib beryapti. Bellingham aniqlab Viniciusdan to'p o'tmadi. Ceballos to'pni qaytaradi Viniciusga. Rodrigo zarba berdi. Mana bu vaziyatda maydon tashqariga chiqib ketyapti. Rodrigoning o'zi pressini sotib ko'radi. Martinning uzatmasidan so'ng Vinicius to'pni olib qo'yishi mumkin edi, lekin Seshasni to'pni olib harakat qildi. Frenkie de Jongga qarshi Ceballos Chomini to'pni olib qo'yib Modricga yetkazib berdi. Qariya nima qiladi to'pni Rodrigo. Modricni o'zi deb ko'radimi? Yana bir zarbadan so'ng to'p qaytarilyapti. Fede Valverdening uzatmasi Seshasni qaytardi. Barselona zarba nima qildi o'zi Chomini. Bunday vaziyatni qo'ldan boy beryapti Real Madrid o'yinchilari. Bizlar davom etamiz. Shesni to'pni o'yinga kiritib beradi. Endi ustunlik biroz Real Madrid tarafida deyishimiz mumkin. Boshlanishda Barsi to'pni qanotda o'ylab Kunde yetkazib berdi. Barselona o'zining tiki-takasini boshladi. O'yin qolasi buzildi, lekin hakam o'ynashga beryapti. Rafinha Pedroga pas va Antonio Rudiger mana vaziyatda to'pni yaxshi olib qo'ydi. Rodrigo ketdi. Rodrigo zarba berdi. Rodrigo gol urdi. Rodrigo hisobni ochyapti. O'yinning 18-daqiqasida Real Madrid o'yinchilari oldinga o'tib ketyapti. Real Madrid Barselona to'pni shundoq qilib 90 burchakka qadab qo'ydi. Albatta Shesni bu zarbani qaytarishi juda mushkul edi. Birinchidan masofancha yaqinroq edi. Yarim kuchi ham juda kuchli. Endi Barselona bor kuchi bilan hujumga o'tishga harakat qilib ko'radi. Katta Vinicius baribir tashlanyapti. Lopes to'pni Rafinhaga yetkazib berdi. Rafinha to'p pas berishda boshqa yo'q qo'ydi. Katta Jude Bellingham, Attila Modric, Rodrigo bilan o'ynadi yana. Rodrigo o'yin qilib ketishi mumkin. Yana o'zi zarba. Qo'yapti bu safar. Barselona o'yinchilari negadir hujum qilmayapti uncha. Modric to'p so'rayapti. Yo'q, o'tmadi. Modricdan biroz xato pas ketdi. Ferran Torres to'pni oldirib qo'ydi. Mana vaziyatda Asensio ham to'pni oldirib qo'ydi va Ferran Torres oldinga qarab ketyapti. Ferran Torres Rudigerga qarshi o'zi Rudiger to'pni olib qo'ydi. Asensio ketdi. Modric Valverde qanot bo'ylab oldinga qarab ketyapti. Modric tezlikda yetolmadi to'pga. Yana Barselonadagi Inigo Martinez Martinga Pedri o'zi qo'yishi mumkin edi, lekin Ferran to'pni yetkazdi. Fermin o'zi qo'yib to'pni Bellingham ham xato yo'q bo'ldi, lekin xatosini tuzatib ketdi. Luka Modric nima qiladi? Modric tepadi. Modric Shesni mana bu vaziyatda nimalar qilyapti azizlar? Burchak zarbasi amalga oshiriladi. To'p yonida Modricning o'zi yetkazildi. Ceballos harakat qilib ko'rdi. Birozdan ketdi. Shesni yetkazib beryapti to'pni Martinezga. Ferran Torres olib qo'ydi to'pni. Rodrigo to'p bilan va Martin to'pni olib qo'ydi.
va yana Raul Asensio yaxshi harakat qildi. Rodrigo, Modric, Vinicius Juniorning zarbasi va Chesney o'rnidan. To'pni g'alabati beryapti Pedri. Pedri va to'pni korti mana vaziyatda bo'lishi mumkin edi. Himoyada qolib tortishliklar. Adreshdan o'ziyatiniga yetyapti. Ustunlikni ko'rsatyapti hamda Real Madrid bu tomoniga qarasak agar ustunlikni ko'rsatish mumkin 8 jarima 5 ta biroz tanaffus. Bizlar ikkinchi bo'limda boshladik. Biz yana qaytdik va Frenkie de Jong orqali to'p boshlab beradi. Mana vaziyatda o'yin boshida xato yo'l qo'shyapti. Vinicius ham to'pga yeta olmadi. Ayryapti. Va ketdi Ceballos aldab o'tadi. Ceballos o'zi yana javobchi harakatlar va De Jong yaxshi harakat qildi vaziyatda. Pedri ajoyib harakat qildi. Torres va Federico Valverde hamma joyda hozirlanadi. Luka Modric bo'ldi. To'pni egallab bo'lyapti. Vinicius ko'tarildi. Chesneyga qarshi yana Barselona o'yinchilari nazorat qilishyapti. Lekin qaltis harakat, ya'ni o'z maydoni ichidagi qaltis harakatlarni davom ettiryapti. Chiqib ketgandek biroz, lekin Chouameni mana vaziyatda zarba! Frenkie de Jong xato yo'qolgan azizlar. To'pni o'zida ulab chiqartirgan vaqtda o'ta ko'proq xato. Ayniqsa 2-ga yetyapti. Yana tanlovlar. Frenkie de Jong to'pni ko'rmaydi. Beradi Barselona endi oldinga o'tmoqchi. The attendance for this match was 72,306. Vinicius. Rodrigo o'tkazayapti. Modric orqaga Bellingham. To'pni Ceballos yetkazdi. Yaxshi Vini. Bellinghamning urinish, Pedri to'pni olib qo'ydi. Modric to'pga yeta olmadi. Torres va Modric qariya Modric o'zi harakat qilib beryapti. Mana Pedri oldin qarab turibdi. Lewandowski olib qo'ydi. Kim bo'lyapti? Gol. 3-0 vaziyatda Martin o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'yyapti azizlar. Ajoyib gol mazda bergan darvozasini qo'ydi. Martin o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'yyapti. Sizga rahmat aytib qo'yish kerak.
Substitutions taking place. Ketdi. Barselonada bir qancha o'zgarishlar bo'lyapti va Alberto Bellingham 2 minutes has been indicated. Xato pas edi bu o'zi. Yamal o'yin qolib ketyapti. Viktor Paul Lopez va Real Madrid g'alabasi. Shu palaga biz ham o'z e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va omonlikda ko'rishguncha bugungi o'yinning yaxshi o'yinchisi Tchouaméni bo'lyapti. Qarshi harakat qildi va ajoyib gol ham kiritdi.